Erkaklarga oson deysizmi? Umrlari bo'yi yelkalarida dunyo, ko'kslarida esa oxirati yukini tashib yuradilar. Ulardagi g'urur, oriyat, iffat, matonat, sabr ayollarnikiga qaraganda juda kuchli bo'ladi. Yoshliklaridan mard bo'lishga majbur bo'lib ulg'ayadilar. Ayollar hissiyotga beriluvchan, tashvishlarini kimdir bilan bo'lishuvchan, tabiati o'zgaruvchandir. Erkaklarda bukilishning o'zi sinish kabidir. Oxiratda ham otalik, ham farzandlik, hamda jufti halollik mas'uliyatidan so'raladilar. Barcha narsaga omonat o'laroq nazar tashlaydi. Solih bir farzand bo'lib ulg'ayish, soliha mo'mina ayol nasib etish. Solih farzandlarini ulg'aytirish ham dunyoni bir me'yorda olib ketish oson narsa emasdir.